Abdurahimjon, xursandmisan o'g'lim uying bitganida? Judayam xursandman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Ta'minlarni ortig'i bilan to'ldirib qo'ysin. Mana qish fasli sovuq kunlarda turibmiz. Bizni shu sovuq kunlarda turishimizga mana shu Abdurahimjonni dardi bizni shu yerga olib keldi. Muhtaramazlar, mana hadiya fondimiz bor, Arvon hadiya fondi bilasizlar, tez aytib turamiz. Xo'p, hasharchi akalarimiz ham kelib, mana bu yerda post ishlarini olib borishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana Allohning fazli bilan usta akalarimiz kelib tushirishyapti. Aka-ukalar, Allohning fazli bilan inshaalloh uyimiz ham mana bitib qolaydi. Hadiya fondda solinayotgan uyimiz qishda ham ustalar tinmayapti-da, Muhiddin akani qaranglar. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, ovalar, akalar, ukalar, avvalambor xush kelibsizlar. Bu xonadonga yig'ilish maqsadimiz Alloh taoloning fazli bilan jannatga qasrlar degan loyihamizni 3-qurilishi alhamdulillah Allohning fazli bilan yakuniga yetib turibdi. Endi biz bu uyda hisobotini bir aytib qo'yib, sizlarni bir duoylarda olib qolmoqchimiz. Ovalar, bu uyga общий расход 823.600 so'm pul расход bo'libdi. Endi bu puldan tashqari bu yerda mana shu uyda gipsokartonlarini bir ukamiz olib berdi. Otasi vafot etib, shu otasining nomidan bunday aytganda sadaqai joriya qilib, ehson qilib berdi buni. Bu ham kichkina summa ketmagan, qimmatgarchilikda ko'p pul ketdi unga ham. Bu dushda ham xuddi shunday bir ukaxonimiz, u bolani ham otasi o'tib ketib, bu ham otasining nomidan ehson qildi. Otamning nomiga duo berasizlar aka, otam o'tib ketdi bilasizlar. Polni at edo, u bola ham shu dushlarning ichini ehson qilib berdi. Bu ikkita eshikni ham xuddi shunday ehson qildi. Undan tashqari mana tashqaridagi akfa eshik romlarida ham akfarom eshik qiladigan aka-ukamizdan biri, bu ham aka, sizlarga biz shu ehson qilishni boshlaganimizdan beri nimagadir ishim ilg'orlab yaxshi bo'lib ketyapti ishim. Men uning sari u menga motivatsiya bo'lib, yana bergim kelib, aka, umuman pulinglar kerak emas, shularni ham men qilib beraman deb shunday ehson qilib berdi. Keyin bu uy bitgandan keyin ukamiz aytdiki, men polностью tashqarisini tunuka qilib berayman dedi. Unga ham normalniy katta aqcha ketdi-da. Shu ukamiz ham, u ham xuddi shu gapni aytdi. Men sizlarga o'ralashib qo'yganimdan beri deydi, ishim ajoyib yaxshi bo'lib ketyapti-da, menga natijam kundan kunga o'sib ketyapti. O'zi tijorat shunaqa ishlar qilib turadi u bola ham. Ishim zo'r bo'lib ketyapti. Men yana shu hissam qo'shib qolmoqchiman dedi.
mebelchi ukalarimiz o ichkarida yangi shkaf qilib berishdi. Shuni ehson qilib, aka biz ham bu ishlarimiz har bir ishda shunday bir ehson qilib turamiz endi. Shu shkaflar olib berib turamiz dedi. Yevropadan bir Fura Minadon akamiz telefon qilib nima kamchiligi bor deb bu nimani tashqarida kiraverishda kuxunli mebel turibdi. Shunga aqcha chiqarib yuborib, shu kuxunli mebelni qilib berdi. Bitta xonaga bitta palas, narigi xonaga yana bitta palasni bir ikki do'stimiz biz ham shunga ehsonimiz qo'shilib qolsin deb o'zlari borib magazinga shu palaslarni olib, o'zlari olib kelib qo'yib, daj solib ketishdi. Shu birodarlarimiz haqqiga ham duo qilib qo'yasizlar. Hop, tashqarida tunukalarni o'ragan aka-ukalarimiz bor. Shu hasharga kelishdi ular ham. Hasharga kelib, ishlayotgan ustalarga qo'shilishib, ular ham shu ishlarni qilib ketdi. Mana Navesda ham shunday fisabilillah ustalar kelib, uni ham polni o'zlari yopib berib ketishdi-da. Shun bilan alhamdulillah Allohning fazli bilan bu uyimiz ham bitib bu yerda o'zi boshida bu ejamizga bir chekayotdi yerimiz bor edi, shunga uy solib beraylik. Shunaqa bir qiylanyapsiz anchadan beri deb o'zimiz komissiya tuzib, tekshirib shunday bo'lib bordik. U eja o'zi bir joyda ishlaydi ekan, tirikligi u ikkita bolani baqqali. Men chekayotga uzoqda ekan tushib ketsam, tiriklik qanday qilaman? U cheka qishloqda ekan u. Men u yerdan sentrga kelishim kerak, ketishim kerak, tirikligim to'xtab qoladi-yu meni deb kelib kollektivdagi bir ayolga aytgan. Bu ayolni kuyovi akamiz bo'ladi. Bular er xotin uyda bir maslahat qilib, bir-biri bilan sulush qilib turib, ke bo'lmasam shu bizning turgan yerimiz bor, o'zimizni bolalar qachon katta bo'lguncha shuni biz berib tursak unda shu hadya fond bularga vaqtinchalik bir 15 yilmi shuni orasidagi bir muddatga bersak-ku, bolalari cho'ngayib, ularga bir uy joy qilib berguncha ular shu yerda yashab, keyin chiqishib ketsa deb bu akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu muddatga bularga berib, ular shunaqa uy joy chiqib ketguncha imkoniyat berib, shu yerini berdi. Alloh rozi bo'lsin. Eng asosiy ish shu akamizdan bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchiligimiz xursand qilib eshitganki, quloq shunday bo'ldimi deyapti-da. Shunday bo'ldimi deyapti. Chunki o'zimiz ko'rib turibmiz, bu yerlarda ham qanaqalik qiyinchilik, shunaqa semiyalar bilan mana G'iyozbek ham aytib o'tdi-yu. Tayyor fundament qo'yilgan fundamenti bilan berdi-da dasha. İşte boshlanishi shu akamizni ko'rsatib o'tgan. Shunday bo'ldi. Shular haqlariga duolar qilib berasizlar endi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum hurmatli bizni ko'rib turgan og'ayin to'g'anlar, hurmatli qadrli qo'noqlar, oqsoqollar. Mana bugun dag'i kezakdagi o'sha muhtojlar uchun atalgan 5 qanday ati bilan, qanday programma 5 qasri o'shanday ot bilan ketayotgan ish kezakdagi uyimiz qurilib, o'shani tartuvlov esini yashovchilarga tartuvlov azeminde o'tiramiz. Alloh taolam birinchidan o'shul bu yerda uy bergan, xizmat qilgan, aqsha qo'torgan, yordam bergan, hashar qilgan bar Allohim xizmatlarini qabul qilsin. Amin. Alloh taolam o'shalardan dag'i o'ylagan o'y maqsadlarini yetkazib, dunyo oxiratda Allohlarga siyliq ajrin mo'l ko'l qilib berishini Xudodan so'raymiz. Demak, hurmatli jamoat, buni hozir aytib o'tib, men o'sha muhtojlarga deb chin ko'ngildan yordam bersam, o'shandan keyin ishim yurishib ketib o'tadi. To'g'anlar ish Xudodan yordam albatta bo'ladi. Sababi bu payg'ambarimizning muborak tilidan aytilgan hadis borda. Allohu fi avni abdin ma dama huwa fi avni akhihi. Av kama qala sallallohu alayhi vasallam. Qutlu hadisning ma'nosi Alloh taolo bir pendesinin daim bir pendesinin yordamida bo'lib, te qachon o'shal pende boshqa bir odamdan muhtoj yordamida bo'lsa, o'shaga qaraganda bu so'zsiz bo'ladi. Bu odamlar
баягы Кудайдан болгон жардамды көрүп атыптыр. Кудайдын жардамы эки түрдүү болот. Пендеге көрүнөт, көрүнбөйт. Башка адамдар мисалы үчүн жардам берип, кандайдыр бир мунун калкуляциясы жакшы өнбөй калса, Кудайдын жардамы мага болбой атыптыр деген сөз андай эмес. Кудайдын жардамы көрүнбөгөн жардамдары болот. Кудайдын билинбеген жардамдары болот. Керек болсо ошо билинбеген жардамы көбүрөөк пайдалуураак болот дейт. Аны пенде билбейт экен. Кыскасы жардам бергендин баарына 100% Кудайдын жардамы болот. Пенде кээ бирде билет, кээ бирде билинет, кээ бирде билинбейт. Эми Аллах разы болсун, бул ошол үйдүн, мына жердин ээси Ибрахим Илхамжан акебиз мына жети агайнада бул деле туугандар чындыгында чоң үлгү болду. Бекер турган жерин берип мынакей тартуулап, фундаментин өзү куюп, ошо тегиздеп куюп тартуулап ошол муктаж болгон мына балдарга берди. Ошондой кылышыбыз керек туугандар. Бекер турган жер бекер эле турат. Андан көрө сага сооп иштеп турсун ошол жер. Мына 10-15 жыл канча жыл болсо, ошончо жылда канча ушул балдар жашаган ошол мезгилде буларга тынымсыз сооп жазылып турат. 15 жыл тынымсыз агып турат сооп. Канча үйлөр турат мына. Колунда барлар, байлар, башка алып койгон, же үй курбайт, же бирөөгө бербейт. Мейли бирөөгө бербе, бирөө ошого берип тур деген маселе турулат да. Тура тургандар мына элибиз жакшы, алхамдулилла. Араман элибиз куруп, аларга ошол мезгил жеткин чейин жашап, анан бошотуп берет. Ошончо сооп жазылат. Ошончо керек болсо ошол жерлер абат болуп турат. Ошондуктан бул нерсени дагы биз өзгөчө мындай мына тартып аткандар ошол жерин таратып, элге бир үлгү катары биз жеткизишибиз керек туугандар. Дагы бир куттуу хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман фарража курбатан мин кураби дуния." Ким бир момун мусулмандын, муктаж адамдын түшкөн кайгысын арылтса, Аллах аны ахиреттеги кайгысын арылтат дейт. Ким бир кыйналган адамды кыйынчылыгын жеңилдетсе, Аллах ага дүйнө акыреттеги кыйынчылыкты жеңилдетет дейт. Кудайдын мээрими ошондой нерсеге байлап койгон. Кудайдын жардамы. Колунан келди, жардам бер, сага Кудайдын жардамы болот. Ошондуктан элибизге рахмат. Айрыкча ушул жардам бергендерге, ошол Мухиддин экебиз баш хадия кызматчыларына, мына биздин 5 группабыз бар да, 5тин жолундагы группалар бар. Группа хадия группасында жүргөн канча адам, 1000 тегерегенде адамдар. Ошолорго сизден ошо группабызда турганыңыздарга рахмат. Ошо группабызды колдоп, группабыздан чыккан шотторго колунан келишинче азбы көппү жардам берип атканыңыздарга рахмат. Мына биз деле ошол мечиттерден, жыма мечити жамааттарынан Аллах разы болсун, колунан келген жардамдарын болуп, ошол үй Хадия фондунун тарыхынан бери 5-4 үй болсо керек ошол. Бул жерде экинчиси, нар жакта Чегабатта мурдак иштеген Надырбек, андан кийин Мырзахит кабыз иштеди, андан кийин ошолордун мезгилинде үйлөр курулуп турду да. Ошондуктан туугандар, бунун экинчи жана негизги пайдасы кандай? Кудай Таала ошондой муктаж болгон адамдарга адамдардын мээри төгүлүп турса, Кудайдын мээри да төгүлөт экен пенделерге. Ушул жерде ар кандай бале офаттарды, ар кандай фитналарды бизден кайтарып турушунун себеби ушул болот. Бир жерде бир муктаждарды, бир мазлумдарды, же бир кыйынчылыкка кабылгандарды башкалар кайдыгер болбостон, башкалар ошолорго мээрим кылып, ошолорго көңүл бөлүп аткандыгында Кудайды бул ыраазы кылат дагы. Ошол жердин элинен ар кандай бале офаттарды кайтарып, ал жерге Аллах өзүнүн мээрим, береке, оомат ушундай бир ийгиликтерин берет. Мына эң негизги биздин ушул чөлкөмдө жашагандардын, бул Хадия фондунун ошондой бизге ошо фондко жардам берип аткандардын бир бизге эл
жалпы elga bo'lgan foydasi bu. Alloh taolam barыңыздарды bergan yordamingizlarni qabul qilib, Amin. o'shol yordamingizlardan sıylıklarını ebegeysiz çoğun acır savaplarını berip Allah elibizdi, yurtubuzdi tinch qilsin. Birato'la duo qilib qo'yaylik. Allohim o'shol birinchidan bu akabizdan bergan bunol vaqtinchalik vaqt sadaqasin ustalar yordam berganlarning barin xizmatlarini qabul qilsin. Amin. Alloh taolam o'shul uy egalarine o'shul uy qut bo'lsin. Amin. O'shul uyda mana shu baldar iki balasi var ekan, mana ejabistin, singdibistin. O'shul uyda o'sha baldarin cho'ng'aytib, tarbiyalab, o'shul baldar o'shul yerda o'nib, o'sib, yaxshi bir yigit azamat, ilimli baldar bo'lsin. O'shul baldar dele boy davlatli bo'lib, o'shunday bir muhtojlarga, bayag'inday bir yordamga muhtoj odamlarga bunday bir qayrimli bo'lsin. O'shanday bir quvvat bersin o'shalarga yordam beruvchilardan qilsin shularga. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va sallallohu va sallim barik ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar. Mana o'tgan safargi yig'ilishimizda xuddi shu holatda domlamiz o'tirgan edi. Oldida Ahmadjon qora akamiz o'tirdi. Hadiya fondimiz bor, Arvon hadiya fondi bilasizlar, tez aytib turamiz. Shu 3-4 kun ichida, 4 kun oldin hadiya fondi yana bitta uyni qurib, bir kambag'al oilaga topshirdi. Subhanalloh. Bu ish oldingi uy bilan ikkovining o'rtasida 2-3 oy bo'ldi xolos. 2-3 oy ichida yana bitta uy qurib, topshirib egasiga yetkazdi. Topshirishdi, shu 3-4 kun bo'ldi. Bu juda katta bir yutuq. Mana shunday ishlar bo'lib turar ekan rayonimizda. Kambag'allarni xabar olib turar ekan, yordam berilar ekan, bechorlarning boshi, yetimlarning boshi silanar ekan. Inshaalloh umid qilamiz, doim xayriyatli bo'ladi, barakot bo'ladi, yurtimizda barakot bo'ladi. Shunday ishlarga befarq qolmaydilar inshaalloh. Agar bolalar qaysi birimizga shundan xabar kelib yordam so'rab qolsa, ayamasdan beradi. Shu yigit boshqarib turgan yigitlarimizni Alloh o'rniga baraka bersin. Shunday gaplarni xabar berganlarni eshitsangiz hayron qolasiz. Birov kelib bildirmasa, yog'och tashlab ketgan, yog'och tushlarga borib pulni berib qo'ygan o'sha oilaga, o'sha hadiya fondiga olib ketadi. Shifrga pulni berib qo'ygan, sementga pulni berib qo'ygan, olib borib tashlab ketgan, kimligini bildirmagan. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin. Shu Arvon xalqimiz boshqa yerdan yo'q. Mana shu Rossiyadan Arvonlik yigitlar, Rossiyadan chet elda yurganlar, uy yerda yurganlar, kasb-kamolot bilan qurib berib qo'yadi. 2-3 oyda bittadan uy quryapti. Arvon hadiya fondi. Shuning uchun befarq bo'lmaylik inshaalloh. Hasbimiz qo'shib turaylik. Alloh taolo ularning ishlariga rivoj bersin. Alloh rozi bo'lsin. Kasb-kamolotlarga barakot bersin. Ular his ekanlarni, buni boshqarib turgan ukalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Himmat, g'ayratda, halollik bilan, to'g'rilik bilan turishni Alloh hamisha nasib etsin. Rahmatga. Men aytmoqchi bo'lganim shu domlaning haqqiga bir oqsoqollardan duo olsak, bir mana qora akalarimiz turibdi, haqqiga Qur'on o'qib qo'ysak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahmadjon dağlar ostunda Allah'ım kılgan menetlerini kabul kılgın. Allah'ım taraftar ilimlerini Allah'ım faydalanmağa nasip etkilerimize. Oşondoy alimler, oşondoy bir ulu ustazlardı çağırgın Allah'ım. Allah'ım oşol kıyamatta beşine nasip etip, oşol yerde damalavasından birge olup gider görüşünü nasip etken. Allah'ım takabbal minna inneke entes semiul alim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aka-ukalar, Allohning fazli bilan mana Abdurahmonjonimizni xonadoni bitib, mana apkir qo'yish kunida o'tiribmiz. Allohning fazli bilan alhamdulillah. Abdurahimjon, xursandmisan o'g'lim uying bitganida? Judayam xursandman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mashallah. Kamillarni ortig'i bilan to'ldirib qo'ysin. Mashallah. Judayam xursandman. Uy bizga yoqdi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham yoqdim. Bu akasi bo'ladi. Abdurahmonjonni akasi bo'ladi. Birinchi video chiqarganimizda bu yigit yosh bo'lishiga qaramasdan onajoniga yordam beraman deb shu ishga chiqib ketgan kuni bo'lgan ekan. Bolamiz 12 yashar, 13 yashar, lekin shu yordam bo'lsin deb ancha-muncha onasiga yordam berib turadi, tirikchilik degandek. Siz ham xursandmisiz, Abdulloh? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Hammanglardan ham Alloh rozi bo'lsin, birodarlar. Mana bu qisqa vaqt ichida Alloh subhanahu va taolo bizlarga bergan yordami bilan aytdik-ku 10-15 kun degandek, lekin havolar bunaqa sovuq bo'ldi, boshqa yomg'ir, qor degandek, ro'p-ro'si 1 oy oldin bizlarga narigi bular ijaraga turgan uydan murojaat qilib, shu Abdurahmonjonga uy solib bersak deb murojaat qilgandik. Allohning fazli bilan mana uylari bitib, o'zini uyga kirib o'tiribdi. Mashalloh. Uy issiq, ha? Mazza, ya? Mazza. Subhanalloh. Uy juda ham issiq, bunday udobniy, mana dushlari bo'ldi, yangi aboylar, yangi palaslar. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, nima deymiz endi birodarlar? Bu ishlarda ta'kidlab o'tganimizdek, Alloh subhanahu va taolo xohlagan odamlar qilar ekan. Bu ehsonni, bu solih amallarni ham Alloh taolo hammaga buyurmaydi. Buni Rob taolo o'zi sen qilasan deb buyurayotgan shu zotlargina qilar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday ishlarga buyurib qo'yganiga Allohga hamd aytamiz. Cheksiz Robbil alaminga hamd aytamizki, bu aytishlik tilimiz o'zi ham aytishlikka ozlik qilyapti. Alloh subhanahu taoloni yaratgan qumlari adadicha, yer va osmon kengligicha biz bilgan va bilmagan kenglik va vazn og'irlik va sanoqlar darajasida Robbil alaminga, Alloh subhanahu taologa hamdlar bo'lsin, birodarlar. Alloh taolo bizlarni mana shunday bir solih amallarga yo'lab qo'yganiga, Alloh taolo siz bilan bizni bu ishda tanlab qo'yganiga Allohga hamd bo'lsin. Birodarlar, biz bu ishlarda ko'p birgalikda bel bog'laylik. Bu solih amallarni davomiy qilaylik. Har doimgidek bilasizlar, biz o'z karta nomerlarimizni videolarimiz davomida qo'yib ketamiz. Sizlar bu chiqayotgan videolarimizni bu maqtanish yoki kibr, havo uchun emas, balki ibrat uchun. Mana shunday murg'ak ko'zlar juda ham bu hayotimizda ko'pligi. Bularda juda ko'plari uyli bo'lishlikka muhtoj. Bular juda ko'plari kiyimlar va qorniga yegani noz-ne'matlarga muhtoj. Birodarlar, biz qarab turmaylik. Bizda imkoniyat bor. Qo'l oyog'imiz soppa-soq. Biz bu imkoniyatlarimizdan foydalanib, hech bo'lmaganda shu chiqayotgan videolarimizga like bosinglar. Bu videolarimizni bo'lishib qo'yinglar. Bu kanallarimizga podpiska bosib qo'yinglar. Shu bilan ham siz bizga yordam berib qolasiz. Moliyaviy yordam berolmayapsizmi? Ma'naviy yordam berolmayapsizmi?
shu qo'lingizdan kelayotgan shu qo'lingizda turgan ekranni shunday tugmachani bosib qo'ying. Shu bilan ham shu balki biron bir birodaringizga yetib borib, shu videodan ta'sirlanib, shu ishlarga bel bog'lab olsa. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.